Mumayning turmudan qancha 8-qism. Nuhi hamamu Nayt shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Tuvanda Islom chakalları guruhi tayyorlagan hijrat tarixlaridan Mumayning turmudan qancha nomli asarni anglashni boshlaymiz. كيف السكوت وهذه الأرض تجتاح Mumayning turmudan qancha Ammo biz bu kafirning davlatida tapqiningizning mushu halollik ekanligini o'ylashmay Xudoyim sağmı qaytirib berar deb keyningizdan tilg'aydiq dedi. Men yana barmi deb so'radim. Ayol: "Ha, yana bar. Chegaradagi yaylaqda men mengib bulolmay aron ketib olsam, u ayol men bulanmadim, azroq deb elib olay desa, siz chidab mangsizlar, bu sizning o'ylar emas deb bilib mangdigan degaydingiz. Men ichimda sen bir zolim odam ekansan deb yig'lab ketgaydim. Ve shuningdan keyin do'stlarimga sizni tilab keldim. Asli biz xato qildik deydi. Men Fukam Marazi Alloh rahmat qilsin deydim. Abdurdin mushkullarni Mumayning o'zi g'izdan qandoq bo'lganligini anglab boqaydi. Muma, siz shu chegara temidan ortilib o'tib, toki Malayziya chegara temiga ortilib o'tkichi bo'lgan vaqtdagi hissiyotingizni tafsiliy bizga so'zlab beralamsiz deyildi. Mumay: ma'qul. Men gapni idaga qo'polning ishidan boshlay dedi. Mumaydan so'raldi: "Qo'pol degan kim o?" Mumay: "Balam, odam bakli tuzkur bo'ldi ekan. Amaliyotda u kishi bak kuyimchan, mehribon kishi ekan to'q. Ammo biz xil uzungacha u kishini qo'pol deb atagaydik. U kishi dal oldimizga kelib, bizni turmi temining yendan toki Malayziyaga aparguncha bizga hamroh bo'lgan mazlum kishi shu dedi va so'zini davom qilib, shu vaqtda tomning tuvida saqlab o'tib, "Ay, nimishqmi qochqandimiz" deb ketdim. Hatto keynimizga yenib kirib ketayli deyishib, tomdan ichiga ortila olmadik. Ondan majburiy tomning tuvida bir kun yotdik. Bu yer zaylik ekan. Ostimiz ho'l, atrof pashu kumut tehi ko'p ekan. Qochimiz deb qildim bir narsa o'tmagidi necha kun bo'lg'aydi. Bu yerda qursoq bakla ochdi. Ichidagan suv yo'q. Oldidagi zaylikning suyida og'zimni necha qitim yo'l qildim. O kunlarda havo bak issiq bo'ladi. Toki peshin bo'lguncha kunning nuri to'liq bizga tushib turdi. O kunni o'ylasam qayta yig'lig'im keldi. Kichik bolalar yig'lasa og'zini tutib oladiq. Boshqalar anglab qoladi deb. Oxiri mashina keldi. Men mashinani ko'rib xushalligimda suvga darhol kiribdiman. Bu suv bakli sovuq va bakli cho'nqir ekan. Tas qoldim suvda o'lib qolg'ili. Ondan keyingi ayollar meni suvdan tortib oldi. Suvdan chiqib darhol bu yoqqa meninglar deydi. Tini o'lib o'ltirolay desam unimidi. Ichimda senga dayna gapi kirib poq yeptiman. Nimishqim qocharman deb tilg'ashmandim bu ayni. Mashinaga chiqib yurkim sal normal bo'lib, beliqi qo'polg'ujamga "Balam bak usab ketdik, suv olib bersizlar, qusqimisan bak ichib ketdi" desam, "Acha, men sizni sug'arg'il kelmadim. Sabr qilsizlar, oldimizda qutulib bo'lib, dengizga boshlab qo'yay. Shu yerdan dumitib qonuvchi suv ichib olsizlar" deydi. Shuning bilan o'zimning og'ziga birni urdim. Ondan gapmi qilmay yomon uzoqda chegaraga ketdimiz. Mashinadan tushinglar dedi. Keyin u qo'polg'ujam bizga qutuliq suv, banan va to'q kavba kepti. Uni yeb yotoqda yotdik. Qo'polg'ujam bizning yon tarafda yotoqda yotdi. Atsatigan yana shu mayda pishirgan to'q go'sha kepti. Yana shu mayda pishirgan to'q go'sha kepti. Men, "Balam, ma to'q go'shi menga bak issiq keladi. Shunga boshqa tamoq akab bersizlar" debdiman. Shuning bilan bu qo'polg'ujam, "Acha, xafa bo'lmay bu to'q go'shini yeb turing. Men uyga borganda sizni batib o'laytib baqay" deb chiqib ketdi. Tuva, qandoq odamdi bu deb qoldim. Tush bo'lganda yenimdagi ayol telefon qilib, "Bolalarimning qurisi qechib ketdi, mevchi akab bersizlar" desa, qo'polg'ujam, "Saqlab tursizlar. Men bolalarni 5 gramdan bog'larga berib mevlar bilan to'yg'izib kelman. Ammo men hozir chegarada kechki tomoq ilib borman" deb telefonni qo'yibdi. Shu vaqtda bu odamga baklovchi bo'lib ketgan edik. Ya menga chiroyli gap qilmaydi, yoki boshqa qizlarga chiroyli gap qilmaydi. Ajoyib qo'pol odam edi bu. Bir necha kun o'tib chegarada yaylaqdek bir yerda bizni yugatib ilib mangdi.
Men yugurib bo'lolmay tas qoldim asrab, o'pkam siqilib yulib qolg'ili. Shuning bilan balam, men bo'lolmadim. Birdam dam elib, ondan mangayli desam, "Acha, bu sizning o'ylar emas. Aram bilib sayohat qildigan yo'lni maqsila, kichikkin yo'l qoldi" deb bo'lib, yenimdagi ayollarga mochimizni so'rab bo'lsa-mu tizilib menglar, kech bo'lib ketdi deydi. Tova, men hayotimda bundoq tashirak odamni ko'rmagan edim. Ozroqmi ishi og'irmig'iniga qarab, onasimi yo'qmidi bu insonning deb ketdim va yig'lag'ach mangdim. Shu vaqtda bu qo'pol odam bizga qaranglar, menmi tomoq yemigili 3 kun bo'ldi. Bu atrofda halol narsani topmoq bek tez. Shunga qusoq va aramni xiyolni qilib o'ltirib, qayta tutilib qolsak, texmi yomon, turmidi yetadigan ish. Bakjiq gap qilib ketdinglar. Hozir hayotinglardagi eng ko'p sabr qilgan vaqtinglar. Shunga nima ish bo'lishidan qat'iy nazar sabr qilinglar degaydi. U vaqtlarda men bek tushunmabdikanman. Keyin Malayziyada bir oshxonada bilan tomoq yeydik. Shu vaqtda bu odamning rostli 3 kun och qolganligini bildik. Asli u topgan halol tomoqni bizga kelib berib, o'zi och yuribdi-ekan. Shundoq yugurib biz chegara tam tüviga yetib keldik. Bu tam baklik izi ekan. Balkim tamning egizligi 4 metr keladi. Ustida to'kliq sim bor ekan. Bu yerdan o'tish mumkin emas edi. Bizni bu qo'polg'ujam chegara tamni bo'ylab bir yo'lnish kelib mangdi. Biz ozroq mangsak chegara temining sal pakar yeri bo'lib, u yerning ustidagi simlar yo'q bo'lib, tamga artilish uchun bir kuta qo'yib qo'yilgan yerga keldik. Qarmoqqa bu yer kishilar uchun ilgari tamdan artilib o'tgan yerga o'xshaydi. Bu vaqtda sham namoziga oz vaqt qolgaydi. Qo'pol, avval yosh ayollar, ondan kichik bolalar tamdan artilib o'tonglar dedi. Bu tamga kenidan bir odam yulab yordamlashmasa va ustidan bir odam tortmasa chiqish mumkin emas ekan. Ayollar ustida tortadigan biri yo'q, tamga chiqolmadi. Ondan tam ustiga qo'pol o'zi chiqdi. Keyin ikki kichik o'g'il bolani tortib, tamni turg'izib, "Sizlar ayollarni qo'ldan tortinglar" deb yenib tushdi. Ondan bir ayolni ustidan tortib va kenidan yulab tamga chiqardik. Ondan ilaqi ikki bola keni tarafga po'kida ovoz bilan tushib, biri qiqirab yig'lab ketdi. Ustidagi ayol boshqa ayolni ustiga tortdi. Ammo kenidan yulaydiganga mening nada kuchim bo'lsin. Bu qo'polg'ujam qarab turib Men ichimda har qancha gunoh bo'lsa-mu ayolning kassidan yulab qo'ysa nima bo'lar deb ketdim. Keyin qo'pol bir yog'och ekapti. Shuning bilan u ayolning kassidan xuddi bir tog'ani ittirgandek yulab chiqardi. Tamning keyni bakli cho'nqir ekan. Orasidan bir ayol keyning sakrigili unimay qiqirab yig'lab aran sakirdi. Men texi past edim. Bakli qo'rqib, "Voy Alloh, ko'rdigan kunim baroqshaydi" deb nola qilib o'tdim. Ustida bir ayol qoldi. Qo'pol yenimga kelib, "Acha, siz mening opamga o'xshaysiz. Xohlasang sizni ko'tarib tamg'alay. Qo'rqmang, mushardan o'lsakla qutulib ketamiz" deb bakmi yiqimli gap qilib o'tdi. Men yig'lag'ach tamga yomashdim. Qo'pol meni mo'risi kelib ko'tarib turib. Ustidagi ayol qo'limdan bor kuchi bilan tortdi. Ammo men bak qo'rqib ketgachga put-qo'lim titrab, badanimda jin yo'qdek edi. Kuchash mumkin bo'lmay bir necha minutdan keyin qo'pol yiqilib ketdi. Men ustiga tushdim. Bu qitimliq anglitishimiz mana mush yerda oxirlashdi. Keyingi anglitishimizni ko'rishgacha Janob Allohga topshirdik. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.